Assalomu alaykum Toshkent Turizm sharoiti sohachilari. Mana bugun anchadan beri bu syomkalarni o'rdak tovuq xorozlarni syomka qilmayotdik. Mana endi syomkalarni boshlaymiz. Bir qator baribir ko'rsatib ana qilamiz. Agar layklar bosib kommentariyada chiroyli gaplarni gapiradigan bo'lsangiz, o'z telefon nomerlarini olib chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa bugun 2025-yil 5-mart. Toshkent viloyati Xibray tumani Sho'ron mol bozoridan syomkalarimizni boshlaymiz. Mana hammani sizlarga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Bitta bir intervyu berib yuboring, bir qanaqa bo'lyapti narx-navolari. Balandroq gapiravering. Indutkalarni makiyonini 100 ming so'm, xorozini 150 ming so'mga beryapmiz aka. Mana 100 ming so'm, 150 ming so'm. Ozlarimiz 250 mingdan aka. Ozlarni 250 mingdan qilib beryapmiz. Mana induk makiyonlarimiz bor, bularni ham 250 mingdan qilib beryapmiz. Qora shahzoda xorozlarimiz bor, bular ham 250 ming. Ha, bularni ham 250 mingdan qilib beryapmiz aka. Jaydari tovuqlarimiz bor aka, 120 ming so'mdan bular. Xorozi ham tovuqi ham bor aka. 120 ming. Aka bitta savol tug'iladi. Agar mabodo o'zingizga olib keladigan bo'lsa, misol uchun o'zingizdan olib qo'yasizmi? Olib qo'yamiz aka. Nechozini oyga qilib bersa bo'ldi, olib turishni qo'yamiz, farqi yo'q. Bemalol olib qolib. Bu chunki chorshamdan tashqari ham xonadoningizda ham bor bo'ladi-yu, sotib olaman deganlar. To'g'rimi? Bemalol. Mana obunachilik, buni qiyollaringiz qanaqa bu? Qiyollarimiz ham bor mana tepada. Har xilidan bor qiyollarni ham aka. 250 ming so'mdan aka. Narigilari 70 ming so'mdan borlari. Yana qani ichkarida ham bor ekan. Bor aka, ichkarida ham bor. Bu bobolar qanaqa? Voy bobolarni ishqozlar. Bobolar so'yishga bular. Ha. Mana aka. Bularimiz 150 ming so'mdan bular. 150 ming so'mdan. Ma'mulachi. Bular dekorativli karlik uy qiyollarimiz, bular 250 mingdan borlari. 250 mingdan. Karlik uy qiyolni bu sorti bor, o'shancha. Aralashgan. Sizga chorshamdan tashqari agar misol uchun bir xil srochno xonadonga kerak bo'lib qoladi, so'yishga bo'ladi, murojaat qilsa bo'ladi. Bor. Telefon nomeri aytib 97 738 88 00. Mana shu nomerga murojaat qiling. Obunachilar boshqa odamlarni prosta telefon nomerini olmasdan shunday ko'rsatish mumkin. O'shanga qarab prosta kommentariy yozmanglar. Bu odamni prosta opsionni ham arzonroq berganliklari uchun bizdan bilan nomerini olib mana bu yapon xorozlarimiz ham bor. Xo'jayin, kontentni boshlab yubordik. Siz nomerlaringizni aytib yuboring, mana bu akamni o'zi begona emaslar. 533 03 15. Endi narx-navolarni aytib o'ting. Nimasi? G'ozlar 200 dan so'ravamiz, kami bor. Induklar 100-120 so'ravamiz, kami bor. Xorozlar. Xorozlar oqlari 60 dan bo'lyapti. Qoralari 200-250 kami bor. 200-250 ming so'm bor. Ha, bobochi. Boboni 400 so'ravamiz, uning ham kami bor. 400 ming so'm. O'rdaylar mashhurlari bor. O'rdaylar 120 dan. Bular bobochiga tovuqlar nech pul ekan bular aka? Qaysilar? Tovuq xorozlar. 250 dan so'ravamman. Tovuq ham xorozgami aralashiga? Aralashiga. Kami bor. Bularchi? Ular 70 dan, xoroz 150 ming. Ko'ringlar. Bozorda nechtadan sotildi? Bu sotilganlari bo'ldimi narx-navosi bilan? Bu 70 dan sotdim. 80 ming, 70 dan sotdim. 70 mingdan sotdim. Xoroz lekin juda ham baqvat ekan-a. Hiç çatışma bu. Chatishma. Nimaga bu chatishma? Brollergami? Bu bramaga chatishma. Bramaga degani bramaga. Lekin zo'r ekan xolos. Bu ham sizdanmi? Yo'q, bu sherigim. Ya xo'jayin, salom alaykum. Yaxshimisiz, tuzimsiz? Nech puldan? 150 ming. 150 ming so'mdan mana so'rashyapti. Bularni qora shahzodami, Andijon tovuqi? Xo'rozi qora shahzoda, tovuqlari cho'rnay olmos. Bular hozir tuxumdami yo'qmi? Bular tuxumda. Qiyollari. 500 ming. Olib boqishni o'tdi, zo'r. Shirki boru olamiz, sotamiz deb boray.
Olamiz ham boring. Mana ham olamiz deyishyapti o'zligi agar mabodo o'sha chorshanbadan tashqari boshqa agar murojaat qilgan bo'lsangiz, любой kuniga telefon nomeringizni qoldiring. 95lik 049 261. 61 ga telefon qilinglar. Obunachilar mana bular tuxum qo'yib turibdi. Qo'yvoy jonzotlik bo'yini olamiz. Bo'yini olamiz deyishyapti. Farqi yo'q. Aka gaplashamiz. Bular salonni nechi pul ekan bular? Aya siz olganmi? 150 mingdan bo'ldi. 150 ming so'mdan. Kurtkalarchi? Kurtkalar 300 dan bo'ldi. Bular qopladi, nima qiladi? Bu broiler jo'jalarmi bular? Salomlarga nechi bilan so'rasizlar? 35 ming. 35 ming. 35 ming so'mdan ekan. Katta xorozchi. Bu 120 ga 150. Bularning o'zi bemalol so'ysa ham bo'ladi, kattalar. 3 kilo go'sht bor, buni. 3 kilo desa. Ko'tarib ko'ring-chi. Bu sog'liqqa og'ir ekan. Sizlarda bundan ko'pmi? Bor. Qayerda o'zi joylashgan joyingiz? Zangida. Zangida. Telefonini so'rayapti, ko'p kerak bo'lganlarga. Necha deydi? 99. 855 36 93. Mashinani 35 ming so'mdan. mana bu g'ozni 250 ming so'mdan. Xiyollar. Xo'rozni ish bilagan. Xiyonchi. Xiyonni ish bilagan. Qarasi 600 ming so'm. Qanaqa zot deylik bu? Zoti. Qarib baland. Men to'g'rini ish bilagan. Pul qo'yaptim bular. Endi oldim. 120 ming so'm. Jo'ja tovuqlarchi? 95 ming. Bular endi kiradi hozir bahorda. Hali mana qay, tuxum yo'q bo'ladi. Endi kiradi. Taqvatdimi? Nech bilan sotasiz bularni? Ya o'z so'ring. 95. 95 ming. Mana Turkiyalar bular erkaklar nechta so'rayapti deysiz? Salom alaykum. Erkeklar Sizliğinden gönderdim. Böyle de azad ağzı yiyince. Ya az tutmuşum bir şey. Kayısı biriydi. Bana vardı böyle. Neç pul bo'ldi? 120. 120. Bularchi? Öyle 550'nin, 450'nin. 250'nin orası. 250 ming. Bularni kelishsa turishadi, xonadonni ham bemalol sotaverishadi. Agar boradigan bo'lsangiz, lokatsiyasini ham tashlab berishadi. Telefon nomeringizni qo'yib yuboring, lokatsiyani tashlab olasiz, telefon qilishgan. 97 764 Ha. 1707. Mana shu nomerga telefon qilinglar. Hozir men ancha burda turgan ekan. Bu necha pul so'rayapsiz bunga? Olmayman. Shuna to'xtang, rasmga oling. 600 ming. Buni bu yoshlar anaqasi qanaqa bo'ladi? Erkak urg'ochi. Urg'och siyriroq bo'ladi. Erkagi kichkinaroq bo'ladi. Bu hozir erkak urg'ochmi? Urg'ochmi? Mana obunachilar bitta narsani inobatga olib, mana shuni hozir telefon nomerlarini olib beraman. Sizlar
qo'limlar misol daraxt zorlar bor, boshqa qo'l mevalarda qushlar qo'lim narsalarni yeb ketayotgan bo'lsa, mana mashina boylab qo'ysanglar, lekin hech qaysisi yaqinlashmas ekan, bemalol mevalarni pishirib bemalol sotishingiz mumkin ekan. Ta'mirlab bera olinglar. Chunki buni ko'rgan qushlar hech qaysisi yaqinlashmaydi. To'g'rimi? Telefon nomeringizni aytib oling. 94lik 412 412 46 46 ga telefon qilinglar, obunachilar. Buni narx necha pul qilishdi? 500 ming sotiladi, 400 ming qilish. 400 ming. Nima edi? Lochinmidi bu nima edi? Sor. Burgutani kichkinarog'i, sor. Sor. Burgut kichkinarog'i. Gap yo'q. Buni faqat boylab qo'yish yoki qafasga qo'yib qo'yish kerak. Partiya boylab. Buni nima bilan oziqlanadi bular? Go'sht bilan. Go'sht bilan? O'zing mana ko'rayotganingizdek. Rahmat aka. Obunachilar keyingi bozorda ko'rishguncha xayrlashib qolmayman. Shunday so'raydi, shundan kadrimizni to'xtatamiz. Nech puldan ekanmi? 100 mingdan qotil, mayda qotil, norchilar 100 mingdan. Yaxshilari 50 Telefon nomeri qo'ying. 618 58 18. Bu xo'roz Xo'roz 1,5 million so'rashyapti. 1,5 million. 1 millionga berishyapti. 1 millionga berishyapti. 1 million 205 sotiladi. Xo'roz Buni borib beraman. Kampir bo'ladi. Mana bitta qushlar bor, endi qushlarni ham qiziqadiganlar bormi? Mana kommentariyada yozaringlar, agar qiziqadiganlar bo'lsa, aytsanglar, o'zingizlar tushunadigan bo'lsanglar, bemalol shuni ko'rsatib o'tamiz. Kerak bo'lganlarga navodan ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyada yozsanglar. Bular egalari bor ekanmi? O'ziga qarab o'ti. Rahmat. 150 ming so'm ma'mulari mana, kattalari. Ma'mulasi 8 ming so'm. Tepada kuygan tushmas 150 ming so'mlar. Qizili 250 ming so'm. Rossiyasiga tushdi. Populyarlar 400 ming so'mdan so'rayapmiz. Qanday ekan? 120 ming so'm. Buncha ma'lum qushi. Orani 500 ming so'mga olamiz. Telefon nomeringizni qo'yib ketamiz. 88 ming 433 35 37. Mana bitta xuddi Yangiobodni bo'ylamanglar. Bu mol bozor, Toshkent Qibray tumanidagi Sho'ro mol bozori ichida. Bu qapaslar nech pul ekan? 60 ming so'm. Bu qushlar sizlardanmi? Nech puldan oldi? Ardani 400 mingdan 600 ming. Qanaqa edi bular? Kanalik. Nomering bor? 99lik 790 79 34. Kepadigilar nima edi? Bular sayrayaptimi? Bular narxi? Bu sotildimi? Nech pulga? 500 ming. 500 ming sotildi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechdan so'rayapsiz bularga? 200 mingdan. Ha, to'tilar ham sizdanmi? 30 mingdan. 30 ming so'mdan ekanmi? Ko'ring, voy, gap bo'lishi mumkin emas. Bular sayrashlari qanaqa bo'ladi? Ko'ringlar, lekin butun ham sayrashlari hammasi sifatli.
Toshkent o'zmi? Neç pullar ekan buni? $100 ekan buni. Okey, men kommentariyada yozganiga chiqib yod ko'rsataman. U men qiziqmayman. Просто kommentariyada yozishadi, qushlarni chiqaring, orasida deb. Qo'yib beradi-ku. Yo'q, o'shanga telefon nomeringizni qo'yib yuboring. 94lik 432 50 yana 66. 50 66. Tushunadiganlar bo'lsa, o'zimda kasali bor. Indamay oladi, to'g'ri topdilar. Shunda mana qanday o'g'irlaydi. Bu nech pul ekan bular, dada? Salom. Ha? 200 bola. 200 mi? 200 mi? Totillari 200 dollar. Manilari arzonroq, manilari ham arzon. Sigarga 200 ming. Obunachilar, keyingi bozorda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kommentariyada yozinglar. Agar qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, yana keyingi kontentni ham chiqarib o'tamiz. Tomosha qilganingizga rahmat. Keyingi bozorda ko'rishguncha xayrli qolamiz.